Italiya, Venetsiya. Hafta boshida o'sha mashhur arxitektura binalisi o'z ishini boshladi va dunyo me'morlarini, u sohasining bilimdonlarini 19-bor bir nuqtada jamladi. Uning kuratori Carlo Ratti Arsenalidagi markaziy pavilyonda taqdim etiladigan asosiy loyihaning mavzusini intelligensiya, tabiiy sun'iy kollektiv deb atadi. Bu g'oya ostida butun dunyo bo'ylab ekspertlar o'z ishlarini taqdim etishadi. Xullas, bu yilgi binali ko'plab yangiliklar va g'oyalarga, iqlim o'zgarishlariga moslashuvchan yondashuvlarga guvoh bo'ladi. Mamlakatimiz, xususan O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi ushbu nufuzli ko'rgazmada 3-bor qatnashyapti, lekin bu safargi ishtiroki yangicha g'oyalarga boy bo'ldi. Xullas, Arsenaliya maskanida jamg'arma tomonidan ko'zlarni qamashtiruvchi yog'du loyihasi taqdim etilyapti. Bu juda katta yirik loyiha. O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi Gayane Umerova ushbu loyiha va O'zbekistonning Binalidagi ishtiroki haqida shunday deydi. Ushbu pavilyon biz uchun katta ahamiyatga ega, chunki u nafaqat O'zbekistonning Venetsiyadagi binalisi doirasida xalqaro me'morchilik ko'rgazmasidagi 3-ishtirokini ko'rsatadi, balki mamlakatimizning barqaror kelajakka bo'lgan intilishlariga ham mos keladi. 2025-yilda O'zbekistonda atrof muhit barqarorligi va peshqadam innovatsiyalarga sodiqligimizni ta'kidlagan holda atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili rasman nishonlanadi. Milan, Sharja va Toshkentdagi turkum ko'rgazmalarga tayanib, biz ko'zlarni qamashtiruvchi yog'du ko'rgazmasini O'zbekistonning me'moriy va ilmiy merosi, g'oyalar va tamaddunlarning mangu chorrahasi bilan jahon miqyosidagi hamkorlikka hissa qo'shishiga umid qilamiz. Pavilyonda Quyosh materialshunoslik institutining bir qator eksponatlari, xususan Geliostat, dispetcherlik stoli, quyoshdan himoyalanuvchi fasad ekrani, muhtasham qandil, olimlar aks etgan surat va o'ziga xos o'zgarishlar bilan rekonstruksiya qilingan boshqa eksponatlar namoyish etilyapti. Mana bu suratda O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi, fizik olim Sodiq Azimov katta quyosh qurilmasi ilmiy obyekti ustidagi jarayonda suratga tushgan. Binalida namoyish etilayotgan mana shu katta qurilma, ya'ni quyosh pechi marhum olimning ixtirosi hisoblanadi. Quyosh materialshunoslik instituti direktori Odilxo'ja Parpiyevning aytishicha, bu uskuna dunyoda ikkita bo'lsa, biri Fransiyada, ikkinchisi esa O'zbekistonda. Bu juda ham yuqori texnologik qurilma hisoblanadi. Bu yoqda juda ham ko'p o'sha xorijiy mehmonlarni ko'ryapmizda. Ular uchun nima yangilik bo'ldi? Avval shundan boshlaylik. Avvalambor quyoshdan foydalanib qanaqangi texnologiyalar, materiallar ishlab chiqarish mumkinligi. Chunki aksariyat hollarda quyosh energiyasi deganda fotovoltaik tizimda tushuniladi. Quyoshdan foydalanib energiya olish. Lekin quyosh energiyasidan foydalanib nafaqat texnik materiallar olish, ayniqsa aqlli materiallar olish, bu ko'pchilik xayolga ham kelmagandi. Shuning uchun bu eng hayron qolganlar jihatda ham shunda. Bu bir tomondan to'g'ri biz katta quyosh qurilmasini dizayni, arxitektura yechimlari juda katta qiziqish uyg'otadi. Lekin mujassamlangan quyosh nuridan foydalanish bu o'ylaymanki bizning mehmonlarimiz uchun ko'p yangilik bo'ldi. O'zbekiston uchun nima yangilik bo'ldi? Bu uzoqqa bormaylikda mana shu oynalarga e'tibor qarataylik. Bir qarasang, oynadan himoya qiluvchi oynaga o'xshaydi. Lekin u yerga maxsus bir polimer qoplangan. Polimerning maqsadi quyoshdan kelayotgan nurlarni yutib, undan 22 gradus haroratga teng bo'lgan fotonlarni o'tkazishdi. Bu degani, demak, agarda shunaqa plyonkadan xonadonda foydalanadigan bo'lsak, xonaning ichiga 22 gradus haroratli to'lqinzillikdagi fotonlar o'tadi xolos. Demak, kunning issig'ida uni sovutish kerak bo'lmaydi, qishda esa sovuq paytda uni qizdirish kerak bo'lmaydi. Bugungi kunda biz sinovlarni ham O'zbekistonda ham Xitoy Xalq Respublikasida o'tkazdik. Bizning tajribalarimiz ko'rsatishda tashqi harorat 40 darajaga yetganda, undan ortiqroq bo'lganda plyonka ortidagi harorat 31-33 gradusni tashkil etyapti. Qishda tashqi harorat -5, -7 bo'lganda, ichkari harorat +10 darajani tashkil etadi. Bu tashqi energiyasiz qizdirmasdan. Bu degan, demak, qishin yozin mo'tadil haroratda qishloq xo'jalik o'simliklarini yetishtirish mumkin. Ayniqsa O'zbekistonda cho'l hududlarida bunaqangi texnologiya plyonkani qo'llaydigan bo'lsa, katta imkoniyatlar tug'iladi bitta. Umuman O'zbekiston pavilyoni 2021-yilda boshlangan Toshkent 21 modernizm nomli yirik tadqiqot loyihasining mantiqiy davomi hisoblanadi. U jamg'arma raisi Gayane Umerova tomonidan ishlab chiqilgan va Grace byurosi tomonidan muvofiqlashtirilgan. Umuman ushbu loyiha poytaxt bo'ylab 24 ta asosiy modernizm davri obyektlarini ilk marotaba hujjatlashtirish, qayta ko'rib chiqish va merosini saqlab qolish maqsadida keng ko'lamli xalqaro ekspertlar jamoasini birlashtirdi. Ester Sheinfeld Quyosh materialshunoslik institutining
kundalik hayoti va ilmiy ishlanmalarni aks ettiruvchi, qudrat o'rni va vaqt o'qining ko'zlarini qamashtiruvchi yog'dusi qurilmalariga hissa qo'shgan mutaxassis. U stol ustidagi eksponatlar ahamiyati haqida gapirar ekan, ular Quyosh materialshunoslik institutining ilmiy merosi va kashfiyotlari, hatto asori atiqalari hisoblanishini alohida aytdi. Bu esa Muhiddin Rizqiyevning O'zbekcha nur deb atalgan mediatsiya loyihasi. U Quyosh institutida boshqariladigan quyosh nuridan foydalanib yaratilgan sopol inshoot. O'rtadagi nuqta esa quyosh energiyasi va inson ongining chorrahasini anglatadi. 40 sentimetrlik keramik disk yagona markaziy nuqta bilan belgilangan va konsentratlashgan quyosh nuri bilan kuydirilgan. Xuddi shu diametrdagi disklar institut tajriba sinovlarida qo'llaniladi. Agar funksional jihatini qaraydigan bo'lsak, umuman meditatsiya praktikalari uchun har xil narsalardan foydalanish mumkin. Oddiy suvga qarash mumkin, shamga qarash mumkin. Mana obyektimdagi nuqta oddiy nuqta emas. Bu nuqta aynan shu quyoshning kuchini ishlatib kuydirilgan nuqta va shu fikrni agar miyamizda ushlab turadigan bo'lsak, bu obyektimga munosabat xuddi ko'zguga nisbatan munosabat bo'lishi kerak. Ya'ni inson shu nuqtaga qarab o'zini e'tiborini jamlagan vaqtida e'tiborini kuchini, o'zini ichidagi deylik nur kuchini his qilishga harakat qilib ko'rishi mumkin. Xullas, milliy pavilyonimiz 11-mayga qadar ko'zlarni qamashtiruvchi yog'du loyihasi doirasida yirik va noyob g'oyalarni, ilmiy ishlanmalar, me'morlar uchun yangicha yondashuvlarga asoslangan eksponatlarni namoyish etadi. Biz Biennale tafsilotlariga yana qaytamiz.